Ushbu obyektimizda Alkafon stildagi high-tech ishlarimizni qilib berdik. Qo'qonda yakuniga yetkazdik bu obyektimizni. Ko'rib turgan joyinglar mana ustirmalari, oldi shapkalari va ko'cha tomonining orqa shapkasi va darvoza xonasi polni mana sliflargacha bitkazib, o'kala mokriydan sliflarni qo'ydi, oppoq rangdan patolarni qilib berdi. Tunkafondan 0.4 qalinlikdagi tunkada mana shunaqangi chiroyli ko'rinishda qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa ishimiz har doimgidek ko'rib baho berib qo'yasizlar o'kalar. Ishimiz yoqsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi qo'ygan videolarimiz birinchi bo'lib Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, ushbu obyektimizga jamida mana shu ko'rib turgan joyinglar mana 38 million so'mga bitdi. Polni hamma rasxod ichida. Darvozaxonamizni hozir ko'rsataman. Alkafonlari yo'q, nerjaveykalari yo'q. Tunkafon, latolari hammasi bo'lib 38 million so'mga ushbu obyektimizni polni bitkazib berdi. Okamiz Rossiyadan turib bizga zakaz qilganlar. Xudo xolasa hech nimaga ovora qilmasdan uy egasini hamma narsani o'zimiz olib kelib, podmozli leysalarini qishurib, tunka hamma rasxodini o'zimizdan qilib 38 million so'mga mana shu obyektimizni mana shunaqa ko'rinishda, ajoyib ko'rinishda qilib bitkazib berdi. Bu tomon ustirmasi ozgina kattaroq, bu tomonniki ozgina kichikroq. Burchaklariga o'kalar e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. High-tech stil bu modasi umuman o'lmaydigan fasonlardan. Hozirgi kunda trendda bo'lib turibdi bu oppoq fasonlarimiz. Mana bu koridorini ham orasiga mana nerjaveyka tunkalardan yozib berganmiz. Ikkita yumaloq galagandan qo'yib qo'yganmiz. Oldi o'stirmalarga ham sivitlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Yonib turibdi. Mana shu tomonga 3 ta qo'yganmiz. Mana burilishlarga ham o'kalar alohida ishlangan, chiroyli qilib bitta baho berib qo'yasizlar mana shu joyga. Xudo xolasa juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lib bitdi. Mana bu burchak stiklariga mana bu slivga alohida e'tibor berasizlar o'kalar. Bir tekkizta bitta liniyada bo'lib juda ham chiroyli ko'rinishda chiqdi. Mokriydan qo'yganmiz bu slivini, patologimiz oq bo'lgan. Endi bu joy bitmagan, odam yashamaydi bu joyda. Polni mana bu sukunlarini qora toshdan terib, devorlarni polni oppoq travertin qilinsa, xudo xolasa juda ham hovlimiz chiroyli ko'rinishga keladi. Mana bu burchagimizga ham e'tibor berib qo'yasizlar o'kalar alohida. Bu tomon ustirmasi kichikroq ekan. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib o'tib ketilgan. Bu yoq tomon sal boshqacharoq. Ustirmamiz 1.40, 1.35 shunaqa har xil ekan ustirmalarimiz. Burchaklariga o'kalar baho berasizlar. Juda ham xudo xolasa chiroyli bo'lib bitgan. Inshaalloh. Diplomat ishlarimiz. Endi darvozaxonamizni ko'rsatib o'taman. Darvozaxonamiz ham Alkafondan qo'yilishmaydigan holatda chiqqan mana. Orasidagi o'kalar oyna nerjaveyka tunkadan bo'lgan. Atrofidagi mana bu gullari NDF emas, Alkafondan qo'yganmiz. Buni ham namgarchiliklarga chidaveradi. Pastdan turib qarchib ursangiz ham umuman suv bu chidaveradi xudo xolasa. NDF qo'shib xishib ketib, rangi o'zgarib osilib ketmaydi bu. Umri uzoqroq bo'ladi. Ishimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar o'kalar. Shunaqa ish qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar videoni. Darvozaxonamizni ham mana Alkafon stilda, high-tech stilda qilib berganmiz. 6 ta svit qo'yib berganmiz bu darvozaxonamizga. Ko'rib baho beringlar o'kalar. Hozirgi kunda narxlar o'kalar 135 ming so'mdan 160 ming so'mgacha bo'lyapti. Joyingiz uzoq yaqinligiga, ob'yomga qarab va tunkan qalin parashligiga qarab kelishilgan holatda qilib beramiz. Bu joyi 150 ming so'mdan hamma rasxodini o'zimiz olib kelib qilib berdik Qo'qonda. Uzoqroq bo'lsa qimmatroq bo'ladi o'kalar bizdan ko'ra. Sababi yo'l kira bir tomonning o'ziga 700 ming, 800 ming olyapti. Podmozli taxtalarimizni olib kelamiz, tunka rasxod ancha rasxod o'tib ketadi. O'zi kvadratiga 15 ming, 20 ming so'mdan rasxodlarimiz minib ketyapti. Shuni hisobiga, uzoqligini hisobiga ozgina qimmatroq bo'ladi. O'zimiz Namangan shaharda bo'lsa qulayroq qilib beramiz. Rasxodlarimiz sabab ozroq bo'ladi. Namangan tumanlariga bo'lsa ozgina qimmatlaydi. Namangan shahardan ko'ra endi viloyatlarga chiqadigan bo'lsa, uzoq yaqinlikka qarab kelishilgan holatda qilib beramiz. Mana ko'cha tomonimiz 27 metr uzunligida 60 sm chiqqan o'stirmamiz. Bu joyga ham bittalik diplomat ishimizni qilib berganmiz.
linalarga okalar e'tibor berib qo'yasizlar. Bir tekisda vanna bo'lib tushdi chiqdi bo'lib ketmagan. O'zimiz latolarni ham o'rnatganmiz mana. Xudo xolasa qilich bo'lib turibdi. Yo'llarni ham, bakoylarni ham yopib qo'yganmiz. Juda ham skromniy. Yoshga ham, kattaga ham birda yoqaveradigan skromniy fasollarimizdan qilib berganmiz bu joyga. O'zi почти hamma joyda mana shu fason bo'lyapti. Odamlar o'zi sekin-sekin mana shu narsaga qaytyapti, oddiylikka. Oddiy bo'lib oddiy emas. Lekin mehnati ancha-muncha bachkana fasollardan qiyin bu fasolni okalar aytib. Shuni ham bilishinglar kerak. Buni mehnati anaqa yulduzchalik shaxmatli fasollardan bu fasonimiz qiyin. Buni bilgan biladi. Buni choklarni keltirish anchagina mashaqqat mana bu chekkalar. To'g'ri o'rtasi sal osonroq, lekin chekkalarda mehnat anchagina. Mana bu choklarni ham o'chqatib olish oson emas. Vaqt ketadi ancha. Mana bu joy apshipkasini ham e'tibor berib qo'yasizlar okalar. Yana bir e'tibor beradigan tomoni okalar, bitta ham sho'rib ko'rinmagan mana shu joyda pashti. Endi bitta yarimta mana buchalardagi choklarni ushlab turish uchun qo'ygan bo'lishimiz mumkin sho'rib, lekin mana bu joylarda umuman sho'rib yo'q. Bitta ham, xudo xolasa. Mana dorixonada ham pashti bitta ham sho'rib ko'rinmagan. Tagidan mana karniz buchadagi chok tagidan bitta urgan bo'lishimiz mumkin chok ushlab turish uchun, lekin boshqa joyda sho'rib yo'q. Xudo xolasa alkafon bilan tepishadigan holatda bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmani. Hali ham like bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar. Yaxshilikda ko'rishaylik.